Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, bugun zarchas nimaga kelgandim? Shaharga. O'shanda mana shu yerda kalt yasaydigan akani ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ismingiz nima aka? Bekzod. Bekzod aka. Men mashinalarni yasaysiz, ha? Barcha turdagi mashinalar kaliti bor bizda. Aha. Yo'qolganini ketib joyidan ham yasab beramiz. Chip, pult, kalit barcha turdagi mashinalarga bor xizmatlar. Yasab berasiz. Endi borligida ketiralar shu yerda yasab biz. Yo'qolganini borib joyidan ham yasab beramiz. yo'qolgan bor joyda ham yasab berasiz. Barcha turdagi mashinalarga. Endi xizmat haqi aka nech puldan nech pulgacha bo'lyapti? Shunisi ham qiziq endi. O'rtacha ayting endi. Masalan, Damas'dagi nech pul, Lastiningi nech pul? Kaliti bo'lsa arzon, kaliti yo'qolsa qimmat bo'ladi. Ha, kaliti bor bo'lsa nech pul bo'ladi? 40 ming so'mdan boshlanadi. 40 ming so'mdan boshlanadi. 30 ming, 40 mingdan boshlanadi. Yo'qolganichi? Yo'qolgani 5-10 barobar ziyod bo'laveradi. Ha, bo'lmasa 1 milliongacha bo'lar ekan, ha, o'rtacha. Hammasi har xil. Ha, hammasi har xil ekan. Mana shu yerda telefon raqamlari bor, mana shu nomerlar o'zingizniki, 90lik 602 0655 99lik 606 0655 larga telefon qilasiz. Barcha turdagi mashina kalitlarini yasab berar ekan Bekzod akamiz. Mayli aka, kattaga rahmat, salomat bo'ling. Charchamang aka, ishlarga omad. Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ha, ayting, Instagram kanalingiz. Bekzod chiziqcha kaltsov. Ha, Bekzod pastki chiziqcha. Ha. Bekzod pastki chiziqcha mana.